Assalomu alaykum. 2025-yil 21-aprel sanasida koloniyalariga ariq olish jarayoni. Xo'p, 76 razmerda ariq razmeri olinyapti. Xo'p, bungacha bo'lgan holat. Bir marta haydatildi. Suv qo'yish uchun ariq tortib, suvni qo'yib dinna bazani qilganmiz mana. Dinna baza deyman, shiqmollar. Mollar deb qo'yadi. Shiqmollarda mana kesaklari mayda qilib, yer qancha yumshoq bo'ladigan bo'lsa, tomir otishi shuncha yaxshi bo'ladi. Yerni nami ham istobida. Xudo xolasa yerni namini bitta ko'rasizlar. Shiqmollarda namlikni zo'r saqlab beradi. Ob-havo ham bulutli. 21-aprel 2025-yil. Xudo xolasa erta-indin ekishni boshlaymiz. Shu yerga 10 mingtadan ortiq ko'chat ekamiz, xudo xolasa. Ko'chatchilikda asosiysi yerni yumshoqligiga e'tibor berish kerak, namligiga. Buni ekib turib, sekin suv ochganingizgacha ham yer agar o'ta quruq bo'ladigan bo'lsa, yangi ko'karib turgan tomir o'sha so'lib nobud bo'lishi mumkin, poteriya ko'payib ketadi. Aslida 10 ming teksangiz bilinar-bilinmas 500 ta mingta ko'chat poteriya bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun yerni nami yaxshi bo'ladigan bo'lsa, buni ekib, sraz orqasidan suv oqizib qo'yiladi. Endi suv ham ba'zida bo'ladi, bo'lmaydi. Namlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ungacha jon saqlab turishi oson bo'ladi. Asosiy jihatlardan biri. Yana bittasi, xo'p, boya aytib o'tganimdek, yerning yumshoqligi. Ildiz tomir otish uchun yer qancha yumshoq bo'ladigan bo'lsa, shuncha rivojlanishi yaxshi bo'ladi. Mana yerni namligini ko'ryapsiz. Ob-havoni ham ko'chat ekishda, endi hamma ko'chatni ekishda ham iloji boricha issiq bo'lmagan ob-havoda eksangiz, hozir ham erta-indin mana 22-23 ga o'rtacha 20-23 gradus ko'rsatyapti. Bu yaxshi. O'rtacha ko'chat o'rnashib olish uchun komfort holat. 24-25 dan keyin 28-30 gradus bo'lib kunlar isish boshlayapti. Xudo xolasa biz mana shu 2 kun ichida ko'chatlarni ekib, xudo xolasa birinchi suvni beramiz. Inshaalloh. Ariqlar mana chuqurligi yaxshi. Bemalol suv yuradi. Namligi zo'r. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida Paxtakor qishlog'ida ekilyapti ko'chatlar. Bizni tashqaridan ham kuzatishadi. Mabodo kuzda, bahorda massiviy ko'proq zakaz qilmoqchi bo'lganlar ham mana shu noldan mana ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa qilayotgan ishlarimizni ko'chatlarga garantiyali, shu sovuqqa chidaydigan, asosiysi shu yog'och bo'ladigan ko'chatlar ekiladi. Manzarali deganlarga manzarali gullaydigan ko'chatlar ham ekib boramiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa aralarni oldirib bo'ldik. Endi xudo xolasa ertadan indin ekib boramiz. Kanalga obuna bo'lib ketasizlar, yil davomida ko'rsatib boramiz, xudo xolasa.
Qo'shni chiqdi. Aralari zo'r chiqdi. Suv ham zo'r yuradi, xudo xolasa. Xudo xolasa yil davomida Poloniyaning o'zgarishlarini ko'rsatib boramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalang, Agrozaminga